Men Shomurodov Xursand, Xorazm viloyati Gurlan tumani 9-son bolalar musiqa va san'at maktabi doira mutaxassisligi o'qituvchisiman. Hozir men sizlarga doira cholg'usida texnikani oshirish mashqlarini bir qator ko'rsatib o'taman. Hozirgi birinchi mashqimiz chap qo'lning texnikasini oshirishga ko'proq yordam beradi. Xuddi shu mashqni o'zini tempini ko'tarib chalamiz. Qo'limiz charchagandan keyin yana ham past tempga tushiramiz. Keyingi mashqimiz ikkala qo'lni ham texnikasini oshirishga juda katta yordam beradigan mashq. Xuddi shu mashqni o'zini tempini yanada ko'tarib chalsak, mahoratimiz, texnikamiz oshadi. Mana shu mashqlar bilan shug'ullanib tursak, kelgusida yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.